orqasida konditsionerlari bor. Bu kullar emas, kattaligini qaranglar, bu konditsioner deyiladi. Yo'llar registrator injig'i kelgan, okalar. Va shu sifat zo'r bo'lgan 3 ta kamerali video registrator. Salon kamerasi 360 gradusga buriladi. Qolaversa, bizga P90 model bitta quloqli monitorimiz, Android monitorimiz kelgan, CarPlay'li bo'ladi. Orqada kullar emas, konditsionerlari bor. Okalar, mana bu konditsioner nima deyapti? Ekranlari 100% QLED bo'ladi. Ishlashlari ham vashi mo'shni. Okalar, ulgurib qolinglar, soni cheklangan, sifatlari zo'r bo'lgan original mahsulotlar. Qolaversa, ikkita quloqli va shim sifati zo'r bo'lgan P80 modeli kelgan. Orqasida konditsionerlari bor. Bu kullar emas, kattaligini qaranglar, bu konditsioner deyiladi. Yozda bittada qizisa, sirazi sovutib beradi. Okalar, ekranlari QLED bo'lgan original mahsulot. Videoga bitta like bosib qo'yinglar. Manzilimiz hali o'sha Sergeli Moshino bozor 4110-do'kon. Sizlarni kutamiz. Videoga bitta like bosib qo'yinglar. Qolaversa, mana qolib ketibdi. Xullas, orqa kamera, monitoringlar bor, registratoringlar bor. Bu shunda qo'yasizlar, orqada ikkita kamera osili yotmaydi. Bu bittada ikkitada bittasi mana shu bo'ladi. Okalar, bu narxi atiga $18 qilib beramiz. Qolaversa, vertolyot osvetillarimizdan ham kelgan, narxi o'sha 25 ming so'mdan. Okalar, do'konga kelinglar, hamma narsa bor. Sizlarni kutamiz. Manzilimiz o'sha 4110-do'kon. Videoga bitta like bosib qo'yinglar.